pastga qaramangda. Ko'zingizni yumib oling yaxshisi. Iloji bo'lsa bolangizni ham ko'zini bekitib qo'ymasangiz. Qo'rqmadingmi Surat? Atak ko'z bilan ko'rganga yetmaydi. Kameralar labrani chiroyli. olasiz, labrani qasiga yetgan. Ashshinasini bering. Qiziqasizmi kameraga? Fotograf bo'lganman. Shu rakurs ushlashda flashdan ko'rib turibdi. Xos. Любой uchinchi odam o'zi fotograf yoki bloger bo'lib ketadi. Ana kороткометражный roliklar qiladi. Shunaqa qilish yoqadi. To'g'ri, videoda, muzikada, faqat muzika 2-3 kadr o'zgargandan keyin tipa live video turgan odamlar gapirgan orasiga kirib ketsa. Boshqachalar ham bizdagilar nimagadir ko'p naq qilishmaydi. Kelishadi. Uzunligi qancha qilasiz? 1 minutdan oshmaydi lekin. 1 minutgacha o'zi. Odam zerikib ketadi. Misol uchun 1 minutdan oshiq u yog'iga ushlab turishchi odamni o'ta qiziq narsa bo'lishi kerak. Kinematografический endi aniq qilganman, YouTube'da ko'rganman. Har 3 sekundda maksimal kadr almashish kerak, bo'lmasa odam zerikib ketadi. Shuning uchun o'zbek kinolarini ko'rsangiz zerikib ketasiz. Kadr uzoq almashadi. Gollivudnikida уже har 2 sekundda, 1 sekundda, даже 0.5 sekundda ham kadr o'zgarganiga ko'rgizga uradi. Bizanikilar bitta kadr olib